Assalamualaikum hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda, radiomuzda muş bir həftə jarayonida anlatılgan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Məgül Çekrə. Uyğur xalqı 2017 yıllık Ramazan'da Xitayning ən qattiq dini çəkilməsi astida kütüb aldı. Muhaciratdagi Uyğur cemaati, şu cümleden Amerikadagi Uyğur cemaati Ramazan kirgandan buyon 3 qitim kollektiv iftarlık ötküzüp, dünyadaki Uygurlarning bargan sürü küçüyüvatkan cemaatçilik royini, dini ve milli kimlikini namayan kıldı. İftar faaliyetinde söz kılgan Amerika Uygur Birleşmesi'nin reisi İlşat Hasan Efendi, çeteldeki Uygurlarning bir joyga cem bulup kollektiv iftar faaliyeti ötküzüşü, vatandaki eğir reallıqı nispeten dünyanın inkası bulup kağısı dedi. Abdülhamid Damullam 1980 yıllardan 1990 yıllarning başlarıgacha bo'lgan aralıqda Qashqarda til texnika maktabi içip, köpligen ixtisos egalari bilan diniy sohadagi bilim odamlarini yetishtirgan zot edi. Yaqinda Abdülhamid Damullamning tutib ketilganligi haqida xabar tarqalgandan keyin radiomuz Qashqardagi saqchixonalardan ahvol surishtirib, uning turmida vafot bo'lganligini dalilladi. 80 yaşlıq Abdülhamid Damullamning Xitoy turmusida hayotidan ayrilishi bütün dünyadagi Uyg'urlar orasida kuchlik inkas qo'zg'adi. Muhaciratdagi Uyg'ur tashkilotlari bu munosabat bilan orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Xitoyning davlat zo'ravonligini qattiq aybladi. Uyghur tili yiziqining 20. asrdan buyon ko'p qitim isloh qilinganligi, bo'libmi Xitoy bilan Rossiya kommunizmining har qitimliq siyosiy harakatlarida o'zgartish nishoni qilinganligi ma'lum. Yaqında Turpan şəhərlik Poçt Telegraf İdarəsinin muavin başlığı Qadir Emet ochiq tashabbusnoma e'lon qilib, Uyg'ur koni yiziqining kompyuter davriga moslashmaganligini, Latin yiziqiga qaytadan ko'chishning zarurligini o'tirg'a qo'ygan. Bu tashabbus chet ellardagi Uyg'ur ziyolilar orasida kuchli g'ulg'ula paydo qildi. Amerikadagi Uyg'ur ziyolilardan yiziqshunos Qurbon Vali, doktor Qahar Barat va Kanadadagi shoir Ahmadjon Osman apandilar bilan Uyg'ur akademiyasining boshlig'i doktor Abdulhamid Qarxon apandi buning Xitoyning siyosiy g'arizi aralashgan tashabbus ekanligini ilgari surdi. 80 yaşga yaqinlashgan peshqadam adib Hacı Mirzoid Karimi Uyg'ur bugungi zamon adabiyot tarixidagi muhim yozuvchilarning biri. Uning hozirgacha Judoliq, Sultan Saidxon, Sultan Abdurashidxon, Mirza Abobakri, Yusuf Xos Hojib qatorliq tarixiy romanlari o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan. 1958 yildagi yerlik millatchilikka qarshi harakatda yozuvchining sanduq ichidagi Buvoq nomli asri hujumga uchrab, o'zi 10 necha yillab turmada yotgan. Yozuvchi Hacı Mirzoid Karimi yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilib, Qashqardagi uyining 2 qitim saqchilar tarafidan aqtirilganligini, romanlarning ilib ketilganligini va o'zining nazorat ostida yashayotganligini bildirdi. Xitoyning Uyg'ur elida yo'lga qo'yayotgan atalmish qo'sh tilli yasli ma'rifi millionlagan Uyg'ur bolalarini oila, jamiyat va maktabdagi milliy madaniyat tarbiyasidan mahrum qilmoqda. Yaqinda Kalpin nahisiyasining Achal bozorida suratga ilingan bir qisqa sinalg'u ko'rinishi ijtimoiy taratqularda oshkorlangan bo'lib, uningda 2-3 yoshlik bir Uyg'ur bolaning Xi Jinpingdan tortib toki yerlik amaldorlarning ismlariga qadar yotqi biladiganligi ko'rsatilgan. Muhaciratga Uyg'ur sarxillari bu vaqtda inkas qaytirib, mazkur video navbatda Uyg'ur diyoridagi bolalar duch kelayotgan ijtimoiy fojianing ich yuzini ichib ko'rsatmoqda deb ta'kidladi. Xitoy arxeologlarının yaqinda Börtala shahrining Dalat bozoridagi bir qadimiy xarobalikni qazishga boshlaganligi ma'lum. Xitoy taratqullarining ilgari surishicha, bu qitimliq qazishning maqsadi mazkur xarobalikning Xitoyning Song yoki Mo'ng'ullar qurgan Yuan sulolasi bilan bo'lgan munosabatini aniqlash ekan. Yaqinda Chinchuango Urumchida chaqirilgan arxeologiya xizmat yig'inida Xinjiang arxeologiyasining nishoni Xinjiangning azaldan tortib Jungoning zimini ekanligini isbotlashga qaratilishi kerak degan. Biroq ba'zi tarixchilar Chinchuangoning so'zini ilmiy tadqiqot erkinligiga xilof deb tanqid qilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.